Demak, bugungi darsimizda kompyuter nima degan savolni qo'yamiz. Barchamiz bilamiz, kompyuterlar hozirgi kunda barcha tashkilotlar, korxonalar, insonlar uylarida ham ishlatib kelmoqda. Buni endi bir boshidan kitobiy qilib tushuntirib ketaman. Kompyuter bu ma'lumotlarni qayta ishlash, saqlash, boshqarish uchun mo'ljallangan elektron qurilma. Oddiy qilib aytganda, kompyuter bu hisoblovchi mashina. Nimani hisoblaydi? Ya'ni matematik amallar, funksiyalar, formulalar, dasturlar va hokazo. Kompyuterda asosiy vazifalari bu kompyuter asosiy vazifalari hisob-kitob amallarini bajarish, ma'lumotlarni uzatish, saqlash, to'plash, ularni ustida qayta ishlash, uzoq muddatda ham saqlab qolish imkonlari mavjud. Kompyuterlarning hozirgi zamon turiga mos 5 ta avlodi bor, ya'ni 5 ta turi bor hozirgi zamonga mos. Bu birinchisi super kompyuterlar hisoblanadi, ikkinchisi bu server kompyuterlar, uchinchi shaxsiy kompyuterlar, prototip kompyuterlar va mini kompyuterlar. Demak, kompyuter turlariga qarab turib, nimalardan iborat ekanligi, nimalar qilishi mumkin, afzallik va kamchiliklar berilgan ushbu jadvalda. O'zlaringiz yana bir pauza qilib, ushbu videoni ko'rib, iloji bo'lsa tushunchaga ega bo'lib olasizlar. Hozir men buni har biri uchun alohida to'xtalib o'taman. Slaydimizda bor. Demak, super kompyuterlar. Super kompyuterlar juda katta tezlikni talab qiladigan va katta hajmdagi masalalarni yechish uchun mo'ljallangan tizimdir. Bu kompyuter tizimlari 1 sekundda 10 trillion amal bajaradi. Ya'ni super kompyuter nima ekanligini tushunib olishimiz kerak. Super kompyuterlar ko'pincha eslab qolinglar, juda katta serverlarni boshqarish, ma'lumotlarni qayta ishlash uchun ishlatiladi. Ya'ni serverdagi ma'lumotlarni boshqarish, ya'ni o'zaro internet tarmog'i almashayotgan internet tarmoqlarimiz bor, to'g'rimi? Ma'lumotlar almashadi. Yoki katta firmalarning katta applikatsiyalari yoki banklarning shot raqamlari yoki uning himoya tizimlarini himoyalash, ko'plab misol uchun birjalar bor, ularni birjalarni himoya qilib turish, ularda kelayotgan viruslar yoki bo'lmasa har xil amallarni oldini olish, hisob-kitob amallarini bajarib turish uchun biz hozirgi kunda super kompyuterlardan foydalanamiz. Oddiy qilib aytganda, biz ishlatadigan AI'lar, ya'ni ChatGPT yoki chatbotlar yoki sun'iy intellektlar, bularni super kompyuterlar boshqaradi. Super kompyuterlar orqali ularni nazorat qilinadi. Endi qisman ko'rinishi shunaqa, o'zi bundan ham kattaroq joyda bo'lishi mumkin yoki ko'p vazifali bajarilish imkoniyatlariga ega. Super kompyuterlarning eng oddiyi hozirgi biz ishlatib turgan shaxsiy kompyuterlarning 10 barobar, 100 barobar kattaroq. Lekin mana bu ko'rib turganlarimiz 1000 barobar kattaroq bo'lishi ham mumkin. Keyingi slayd. Server kompyuterlar. Server kompyuterlar tarmoq orqali foydalanuvchilar, mijozlar so'rovlariga javob beruvchi, ma'lumotlarni saqlash, qayta ishlash va xizmatlar ko'rsatishga ixtisoslashgan yuqori unumdor qurilmalardir. Ular veb-saytlar, pochta ma'lumotlari bazasi va bulutli xizmatlarni foydalanish uchun korxonalar tomonidan ishlatiladi. Endi server kompyuterlar nima? Bir tashkilot uchun yoki bo'lmasa bir nechta tashkilot uchun yo korxona uchun yo bir ma'lum bir katta bir tashkilotning o'zini alohida veb tarmog'i bo'ladi. O'sha veb tarmoqni boshqarib turuvchi alohida uni veb kompyuteri bo'ladi. U veb kompyuter orqali kirib kelayotgan ma'lumotlar oqimini va chiqib ketayotganini nazorat qilib turadi. Shunday tashkilotlar bor, juda katta tashkilotlar, ular aloqa kompaniyalari. Biz bilamiz, aloqa kompaniyalari bor. Biz telefonda gaplashamiz, suhbatlashamiz yoki internet orqali pochta manzillarini almashamiz. Bularni o'zini alohida server kompyuterlari mavjud bo'ladi. Server kompyuterlar shu kirib kelayotgan ma'lumotlarni va chiqib ketish ma'lumotlarini o'zaro bog'lab, bir-biridan ajratib, to'g'ri yo'lga yo'naltirib turadi. Agar shu yerda kompyuter o'rnatilmagan bo'lsa, ma'lumotlar aralashib ketadi. Hisob-kitob qila olmay qoladi. Manzildan manzilga ma'lumot yetib borishi noto'g'ri bo'ladi. Biz ishlatamiz, misol uchun ATSlar deb ataladi. O'zi telekommunikatsiyada ATSlar, ya'ni axborot telekommunikatsiya ma'lumotlarni uzatuvchi tarmoqlar hisoblanadi. Ular tarmoqlarda ma'lumotlar uzatilishini nazorat qiluvchi joyi ATS deb nomlanadi. Misol uchun siz telefon qilyapsiz, Qashqadaryodan turib Samarqandga yo Toshkentga. Toshkentga telefon qilayotganimizni qayerdan ajratadi? Qayerdan biladi? Buni server kompyuter farqlay biladi.
Ya'ni bizani kiritayotgan raqamlarimiz bular IP'lar hisoblanadi, ya'ni manzillar. Misol uchun +9991 terdik. Bu qaysi manzil? Bu Beeline manzili. Bo'ldi. Undan u yoqdagi 7 ta raqam shaxsga taalluqli manzil. Tushunarlimi? Demak, bu server kompyuterlarning vazifasi o'zaro ana shunday tarmoqlarni o'zaro boshqarish, ma'lumotlarni hisob-kitob qilish, to'g'ri yo'naltirish uchun ishlatiladi. Shaxsiy kompyuterlar. Shaxsiy kompyuterlar biz ishlatayotgan xonadonimizda, uyimizda yo bir ko'rgan bo'lsalaringiz ko'cha-ko'yda, tashkilotlarda ishlatiladi. Bular shaxsiy inson tomonidan o'zi mustaqil foydalanishi mumkin yoki oilaviy bitta joyga qo'yib foydalanish mumkin. Ya'ni alohida vazifa bajarish uchun bir kishi uchun imkoniyat beradigan kompyuter turiga kiradi. Bu kompyuterlarni ham ko'chirib yuriladigani yoki bo'lmasa bir joyga qo'yib ishlatiladigani bo'ladi. Bularning asosiy 3 ta sxema, 4 ta sxemasi bor, ya'ni qurilmasi bor. Bu monitor, sichqoncha, klaviatura va sistema blogi. Keyingisi bu portativ kompyuterlar, ya'ni notebooklar hisoblanadi. Notebooklar bu ko'plab ko'tarib yurish uchun, ya'ni yurish mumkin bo'lgan shaxsiy kompyuter. Ya'ni siz notebook nimaligini bilamiz, hammamiz ham. Qo'llarda ko'tarib yurish mumkin, tashkilotga olib borib ishga yoki ma'lum bir ko'chib ishlovchilar ma'lum bir masofada borib yoki ixtiyoriy xohlagan joyga borib ishlab, ish vazifani yo'lda ham yoki samolyotda ketyapsiz, samolyotda yoki bo'lmasa poyezdda ketyapmiz, poyezddami ish vazifa bajara olishimiz uchun notebook ishlab chiqarilgan. Bu shaxsiy kompyuterlarning qurilmalari bor. Qanday bo'lsa, xuddi shunday, faqat kichraytirilgan variant. Kamchiliklari bor. Tez qiziydi, og'ir vazifalarni bajarish imkoniyati kam, ham narxi qimmat. Shaxsiy kompyuterlarga nisbatan buni narxi qimmatroq. Hamma narsalari ya'ni kichraytirilgan hajmda ishlab chiqilgan. Bularni ham sichqonchalari bilamiz, sensorli, to'g'rimi? Klaviaturasi bor, mavjud va klaviatura tagida o'sha sistema blogi joylashgan bo'ladi. Platasi, boshqa joylari. Mini kompyuterlar. Biz bilamiz, mini kompyuterlar to'g'ri planshetlarni ham, netbooklarni yoki bo'lmasa laptop, bularni hammasini mini kompyuter sirasiga kiritamiz. Bari ular ham mini kompyuter hisoblanadi, kompyuter vazifasini bajaradi. O'zi aslida mini kompyuter juda kichik o'lchamli shaxsiy kompyuter. U stol kompyuterining barcha asosiy qismlarini, ya'ni prosessor, RAM, xotira, ixcham korpusga joylashtirgan. Lekin ekran klaviaturasi va sichqonchalari alohida ulanadi. Ular nima demoqchiman? Sizlar bunaqa narsani o'zi aslida haqiqatdan mini kompyuterlar mavjud. Bular ko'pincha qayerda ko'rganmiz? Biror bir korxona yoki tashkilotga kirayotganda kirish joyida bitta ekran bo'ladi. Ana shu yerda ro'yxatga olish yoki bo'lmasa kamera syomka qilish yoki ro'yxatlarni tekshirish, nazorat qilish imkonini berib turadigan mini kompyutercha. Stolga o'rnatilgan bo'ladi yoki adini bir shitda turgan bo'ladi. Bular ham mini kompyuter sirasiga kiradi. Ularning eng og'iri, misol uchun 0.5 kilogramdan, ya'ni yarim kilodan 2 kilogacha bo'ladi og'irligi. Mini kompyuterlarning asosiy vazifalari juda katta joy egallaydi. Misol uchun afzalligi juda katta joy egallab, stol ustida deyarli ko'rinmaydi. Kam elektr energiyasi sarflaydi, kamida 15-65 vatt. Demak, bu yoqlar tushunarli, Ethernet portlari, boshqa narxlari berilgan. Yana bir o'qib olasiz. Shaxsiy kompyuterlarning asosiy qurilmalari. Shaxsiy kompyuterlarning asosiy qurilmalari bu sistema blok yurituvchi, monitor, klaviatura, sichqonchadan iborat. Ichki qurilmalari. Kompyuterning endi sistema blogi deb ataluvchi blok qismi, shaxsiy kompyuterlarda bilamiz, blok qism mavjud. O'sha blok qismida sistema blogi deb nomlanadi. Uning ichida ichki qurilmalari bor. Biz o'rganganmiz oldin asosiy plata yoki ona plata, ya'ni ana plata, ana karta deb nomlanadi yoki motherboard. To'g'rimi? Inglizcha nomi. Ana karta. Hozirgi nomlarda shunaqa nomlanadi.
Bu hisob-kitob amallarini bajarish uchun kompyuterning asosiy miyasi hisoblanadi. Protsessor qismi, ya'ni CPC, Control Protocol Unit. Operativ xotira RAM, Random Access Memory deb ataladi. Vaqtinchalik xotira kompyuterda ishlatayotgan barcha ma'lumotlarimiz, ya'ni shu ekranda ochiq turgan ma'lumotimizni ham operativ xotira ishlatayotgan bo'ladi. Agar operativ xotira ishlamasa, ekranda ma'lumotlar aks etmaydi, chiqmaydi. Qattiq disk. Qattiq disk SSD yoki HDD bo'ladi. SSD bu hozirgi zamonaviy kartlar turiga kiradi, ya'ni qattiq disklar turiga kiradi. U SSDlar HDDlarga nisbatan ancha tezroq va kuchliroq ishlaydi. Faqat yashash umri davomiyligi kamroq. Uni sabablarini ham keyingi darslarda ko'rib chiqamiz. Video karta, ya'ni video adapter, grafik ma'lumotlarni, tasvirlarni ekranga uzatish uchun ishlatiladi. Hammamiz ishlatganmiz, telefonda video kartasi bor telefonni eshitganmiz. Telefonda hamma foydalanish biladi. Shuning uchun video kartani yana telefonda qanday vazifa bajarsa, demak biz uchun kompyuterda ham xuddi shunday vazifa bajaradi. Ya'ni ekranimizga chiqib kelish kerak bo'lgan grafikani asl holatida sifatliroq ishlashini imkonini beradi. Quvvat manbai, ya'ni ruschasida blok pitaniya yoki bo'lmasa elektr ta'minoti o'zbekchasida ataluvchi manba. Bu elektr ta'minoti hisoblanadi. Sovutish tizimi cooler hisoblanadi. Bilasizlar, ventilator yoki bo'lmasam kondensator deb ataladi. Ventilator tagida joylashtiriladi, ya'ni protsessor, mikroprotsessor ustki qismida va coolerning ost qismida joylashgan qismi bu bizda kondensator deb ataladi. Bu ham sovutish tizimiga kiradi. Keyingisi qo'shimcha qurilmalar. Kompyuterning qo'shimcha qurilmalari mavjud. Web kameralar, misol uchun kolonka, qo'shimcha monitor ulash mumkin, quloqchinlar, printer, skaner yoki bo'lmasa qo'shimcha naushniklar mavjud, mikrofonlar mavjud va hokazo. Juda ko'plab endi qo'shimcha adapter, USB, Bluetoothlar shulardan iborat bo'ladi. Demak, monitor turlari quyidagilar. Monitorlar o'zi aslida kirituvchi, ma'lumotni chiqaruvchi, ekranda aks etuvchi qurilma hisoblanadi. Unda biz asosiy o'rganganimiz analoglik, plazmali LCD va 4K, 5K va boshqa Klar oilasi. Undan tashqari 4D va egri monitorlar ham mavjud. Egri monitorlarni televizorlarda reklamalar ko'rganmiz. 4D monitorlarni ham reklamalar asosida ko'plab ko'rganmiz. Undan tashqari gologrammalar deb ataladi. Ular ham ekranlar sirasiga kiradi. O'zi aslida o'sha kompyuterda yoki xotirada bor ma'lumotlarni aks ettiruvchi har qanday ma'lumot ekran deb ataladi, ya'ni ekran oynasi. Proyektorlar oynasi endi boshqa. O'zi aslida gologrammalar proyektorlar oilasiga kiradi. Proyektor bu tasvirni nurlar orqali ma'lum bir fonga namoyish etish uchun ishlatiladi. Ularning ekranlarning yana bir avlodlari mavjud. Masalan uchun OLED, ayniqsa QOLED degan ma'nolari bor. Versiyalari mini LED, yangi modellarda misol uchun 240 ga 1040 GHz gacha ishlaydigan ekranlar bor. Hozir aytaman uni ham. Monitor turlariga misol uchun LCD, LED, PC, misol uchun IPC va TN, mini LED, oldini aytdik, QLED aytdik. Bular ham ekran monitor turlari sirasiga kiradi. Monitor turlari ko'p, lekin aslida biz biladigan asosiy 3 ta turi boyagi aytganimiz edi. Orqaga qaytib ko'ramiz. Mana bu asosiy 5 ta turi hisoblanadi. Bularning ichiga qolganlar kirib ketadi. Qolgan turlari, mana bu ikkinchi oynadagi qolgan turlar shu turlar ichiga kiradi, sirasiga kiradi. Endi ekranni katta hajmi yoki bo'lmasa buni piksellari yo ularning o'lchamlari, gerslari nimaga taqqoslanadi? Misol uchun biz bilamiz, Full HD deymiz. Bu 1920 ga 1080 gacha yoki QHD bor. Bu 1440 piksga, ya'ni 2560 ga 1440. Ekranni dyumi hisoblanadi. Bu misol uchun yotiq, ya'ni albom ekran uchun, bu knijniy ekran uchun. Knij albom nima degani? Bo'yiga bo'lgan kattalikdagi ekranlar
knijniy deb ekranlar ataladi. Albom ekranlar, misol uchun Full HD, HD bular albom ekranlar deyiladi. Yani qog'ozda chiqaradigan ma'lumotlarimiz albomni, knijniy deb ataladi, xuddi shunday. 4K, misol uchun uni 4K ning monitor ekranining hajmi pikslarda o'lchangan yoki 5K yuqorisi, eng yuqorisi hisoblanadi 5Klar. Endi bu misol uchun biz biladigan 60 Hz, 140 Hz yoki 140 Hz yoki bu boshqa kazo va hokazo 1000 necha Hz. Bu gerslar bu signallarning chastotasi deb ataladi. Kiritilish, ya'ni ekranga kirib kelayotgan signallarning har bir sekundda keladigan chastotasi hisob-kitob qilinadi. Misol uchun 60 Hz degani bu 1 soniyada 60 ta chastota bilan ishlayotgan ekran hisoblanadi. Past 60 Hzlar endi hozirgi kunda past hisoblanadi. Eng yuqori 70 dan oshiqlari norma hisoblanadi. 70, 80, 100, 120 bular yuqori gerslar. Ana shu gersda ishlaydigan ekranlar chastotalari sifatliroq ko'rsatadi. Endi egri ekranlar, boshqa ekranlarni bu uyga vazifa, sizlar topasizlar. Yana gerslar haqida, gigagerslar haqida ma'lumotlarni o'qib kelasizlar. Endi men sizlarga qo'shimcha ma'lumotlar yana berib ketaman ular haqida. Lekin buni sizlar o'zlaringiz izlanishlaringiz uchun, qo'shimcha imkoniyatlarga ega bo'lishlaringiz uchun обязательно qo'shimcha o'sha gerslar haqida, gigagerslar yoki 5K ni o'zi yoki egri monitorlar haqida ma'lumot topib, ekrandagi keladigan chastotalar oqimi qanday keladi, nurlar qanday hosil bo'ladi, shu haqda qisqacha topib o'rganish uyga vazifa bo'ladi. Demak, klaviatura bu klaviatura ma'lumotlarni kompyuterga kirituvchi qurilma. Ya'ni matnli, harfli, sonli, raqamli yoki funksiya vazifasini bajaruvchi klaviatura hisoblanadi. Klaviaturada 104 tadan 110 tagacha klavishlar mavjud. Hozirgi zamonaviy klavishlarda 104 tadan 110 tagacha. Ularni asosiy bo'limlarga bo'lib o'rganadigan bo'lsak, misol uchun klaviaturamizda harflar va raqamlardan iborat bo'lim, funksional, misol uchun funksional vazifani bajaruvchi klavishlar, mana F1 dan F12 gacha, raqamlar klavishlari, mana raqamlar, kalkulyator qismi, to'g'rimi? Klavishlar, raqamlar. Boshqaruv paneli, mana boshqaruv paneli. Ko'rasizlarmi? Funksional tugmalar. Bu o'zi kursorni boshqarish, boshqaruv paneli mana bu. Kursorni boshqarish mana bu. Qo'shimcha tugmalar bor, qo'shimcha funksional tugmalar. Misol uchun mana bu yerda joylashgan. Xo'sh, mana shu yerda hammasi berilgan turlarga bo'linib, biz demak ko'rib, o'rganib chiqaramiz. Demak, sichqoncha hozirgi kunda turlari quyidagilar. Asosiy tugmachalar, misol chap va o'ng tugmalari mavjud, g'ildirakchalar simondan iborat, qo'shimcha tugmalari borlar, igrovoylar uchun o'rnatilgan bo'ladi. Sensorlilari bor, simsiz va simli USB'lik, ya'ni USB 2.4 Hz deydi, chastotada ishlaydigan simsiz USB'lar mavjud. Yoki asosiy turlariga optik sichqoncha, lazerli sichqoncha, simli sichqoncha, simsiz sichqoncha, ergonomik sichqoncha va gaming sichqoncha, trackball sichqoncha. Endi bularni qisqacha tushuntirib o'taman. Optik sichqonchada biz tushunadigan sichqoncha hozirgi ishlatadigan sichqonchalarimiz turiga kiradi. Biz barmoqlar bilan sezamizmi? Sezamiz, harakatlanamiz, to'g'rimi? O'sha harakatlarni orqali sezadigani optik deyiladi. Lazerlisi biz hozir ishlatib turgan klaviaturamizda, misol uchun kompyuterimizda ishlatamiz, tagida yorug'lik qaytaruvchi chirog'i bor. Ana shu lazerli sichqoncha deb ataladi. Simli sichqonchalar ham, simsiz sichqonchalar ham xuddi shularning oilasiga mansub. Ikkalasi ham lazerli deb ataladi, oilasiga kiradi, lazerlilar oilasiga kiradi. Faqat birida sichqoncha bo'ladi, birida bo'lmaydi. Ergonomik sichqonchalar bular noutbuklarda va netbuklarda bo'ladi. Ko'rganmisizlar? Noutbuklarni ko'rganmiz? Yo'q, ular ergonomik deb ataladi. Sensorli boshqacha. Sensorli bu ekran yuzasida yuritilganda, ekranga qo'lga tekkizib harakatlantirganimizda bu ekrandagisi sensorli sichqoncha deb ataladi. Gaming sichqonchalar maxsus igrovoy sichqoncha hisoblanadi. Unda o'yinchilar, ya'ni o'yin o'ynovchilar gaming sichqonchadan foydalanadi.
Bilamiz, uni funksional ish vazifalari juda ko'p va har xil turlarga ega bo'ladi. Trackball sichqonchalari maxsus bir vazifani bajarish uchun ishlatiladigan sichqoncha. Ularga ko'rinishlarini olmaganman. Endi iloji bo'lsa buni ham uyga vazifa qilamiz. Trackball sichqonchasidan qayerda foydalanadi, ko'rinishlari qanaqa, sizlar topasiz kelasida. Uyga vazifa bo'ladi bu. Demak, bugungi darsimiz shu. Asosiy vazifalari, kompyuterni qiladigan ish harakatlari, uni qo'shimcha qurilmalari hammasini tanishib chiqdik. Keyingi darsimizda sizlar bilan Windows oynasi muhitida ishlash, Windows oynasi qanday ishlaydi, nima vazifalar bajaradi, qanday boshqarish mumkin, qanday o'rnatish mumkin, keyingi darslarda shularni ko'rib chiqamiz. Rahmat, savollaringiz bormi?